Dasturimiz davom etadi. Ta'limni rivojlantirish Respublika ilmiy-metodik markazida ta'limdagi yashil islohotlar, yangi avlod mas'uliyati mavzusida o'quv seminar bo'lib o'tdi. Tadbirda Toshkent shahridagi umumta'lim maktablarining tabiiy fan o'qituvchilari, metodistlar va mutaxassislar ishtirok etdi. Seminarning asosiy maqsadi o'qituvchilarda ekologik tafakkurni rivojlantirish, ta'lim jarayoniga eko-innovatsion yondashuvni tatbiq etish hamda barqaror rivojlanish tamoyillarini o'quv dasturlariga singdirishga qaratilgan. Shuningdek, yashil iqtisodiyot g'oyalarini dars amaliyotida samarali qo'llash bo'yicha tavsiyalar berildi. Hozir shu haqda. Bugungi kunda ekologik tarbiya muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilar o'quvchilarga ekologik bilim ko'nikmalarini singdirishi lozim. Ammo faqat nazariy bilimlarni o'zi yetarli emas. Bunda endi harakatlar, tashabbuslar kerak. Seminar ayni mana shu masalalarga bag'ishlandi. Tadbirni Ta'limni rivojlantirish markazi direktori o'rinbosari Shahzodbek Qurbaniyazov ochib berdi. U o'z nutqida ekologik tafakkur va madaniyatni o'quv dasturlariga singdirish orqali yosh avlodni tabiatga mas'uliyat bilan munosabatda bo'lishga o'rgatish zarurligini ta'kidladi. Shuningdek, markaz bo'lim boshlig'i Sevara Hasanova ta'limdagi yashil islohotlar, yangi avlod mas'uliyati mavzusida ma'ruza qildi. Unda ekologik madaniyatni shakllantirish, yashil islohotlar yo'nalishidagi xalqaro tajribalarni o'rganish hamda ularni milliy ta'lim jarayonlariga tatbiq etish masalalari yoritildi. Markazimiz tomonidan ekologik savodxonlik va madaniyat o'quv kursi, onlayn o'quv kursi tashkil etilgan va bu o'quv kursda bugun ta'limda biz qanday qilib ekologiyani integratsiya qilishimiz kerak, qaysi metodlardan foydalanishimiz kerak va uni o'quvchi shunchaki eshitishi emas, u ishtirokchi, amalda o'zi bilan birga bajaruvchi hamda o'zidan keyingi avlodda nimani qoldirishi kerak degan mazmundagi loyihalar berib o'tganmiz va bu yerda o'qituvchilarni biz taklif qilganligimizni, o'qituvchilar jamoasini chaqirganligimizni bir sababi borki, ya'ni ta'lim bilan, ilm bilan kirish boshqa yo'nalishlarga nisbatan oson va qulay bo'ladi. Aytishadiki, o'qituvchi ustozlarimizni aytgani amalda doim to'g'ri. Ya'ni o'quvchilar ustozlarni izidan ular bilan birgalikda harakat qilishadi. Ularni o'rgatganlarini amaliyotda o'zlari ham qo'llab ko'rishadi. Seminar davomida savol-javoblar tashkil etilib, ishtirokchilar o'z fikr-mulohazalari va takliflari bilan o'rtoqlashdilar. Ular ekologik savodxonlikni oshirish, barqaror rivojlanish tamoyillarini o'quv jarayonlariga chuqur singdirish hamda yashil islohotlarni ta'lim tizimining ajralmas qismi sifatida qaror toptirish muhimligini ta'kidladilar. Ko'proq o'tiradi o'quvchilar xondan chiqayotgan bakalashkalarda o'zlari, ya'ni bitta o'quvchi saralab olib, ular gul ekib o'sha xonani ham tozaligiga, ham chiroyli estetik jihatdan chiroyli bo'lishiga o'zini hissasini qo'shishni o'sha taklifni aytib turmoqchi edim. Xazon rezgilik haqida. O'sha xazon rezgilik mana kuz vaqti hozir daraxtlar o'sha barik to'kilayotgan vaqti, o'sha darsdan keyin yoki o'sha bo'sh vaqtlari bolalarni o'sha yig'ib, chuqurcha nima qilib, o'sha axlatxonaga tashlamasdan iloji boricha o'sha bitta joyga yig'sa yaxshi bo'lardi. Yerga ko'mib qo'ysa, o'sha organik o'sha o'g'it hisoblanadi. Avvalambor o'quvchilarga mana jahon miqyosida va O'zbekiston miqyosida bo'layotgan ekologik muammolarni ko'rsatib bilishimiz kerak. Daraxt ekish kuni qilish kerak. Keyin atrof muhitni, masalan, o'zini o'sha yerda o'qib turgan maktablarni atrofni tozalash aksiyasi o'tkazish kerak. Masalan, bitta baklashkani tashlab ketamiz, lekin uni ketidan kimdir tozalab oladi. Shuni o'rnida sen bo'lganingda nima qilarding? Shuni o'zingni o'rniga qo'yib qo'y degan fikrni olga surgan bo'lardim. Va o'quvchilarimga ham shu fikrni berganman. Ular agar unaqa bo'lganida men qiynalardim ustoz, ularga haqida gapirardim deydi, lekin senga gapirmayapti-ku, demak sen o'zingni hurmatingni bilib yurishing kerak degan javobni berganman. Tabiat bu nima? Tabiat bu sen, tabiat bu biz. Har bir fuqaroni tabiatda asrab-avaylash burchi. Tadbir yakunida ta'limda ekologik yondashuvlarni ilgari surishda faol bo'lgan pedagoglar Ta'limni rivojlantirish markazining sertifikatlari bilan taqdirlandilar. Dildora Do'stmurodova, Borixon Bostixonov bugun dasturi uchun.